Nima deysiz? Просто dostavkasida. Hozir mana Toshkentdan G'azalkentga qarab ketyapmiz. Bratvanimcha Toshkentdan bozorlik qilib kelyaptilar. Toshkentdan bozor qilib kelyapsizmi? Qurilish mollari o'zingizgami? Sicho Alibar degan do'kon bor, G'azalkentga yangi ochilgan. Qurilish mollari. Buni Toshkentga borib qatnash hojat yo'q-da. Aka Toshkentdan просто dostavka qilib berayotgan ekanlar. Nima demoqchimiz? Toshkentga borib, mana bunaqa dostavkaga pul to'lab keragi yo'q. Bo'stonliqda qurilish mollari sotiladigan bir do'kon yo'q. Bor, unda ham assortiment juda kam. Anaqa xos tovarlar deydi-ku. Endilikda bunaqa muammolar Bo'stonliq tumani uchun, undan tashqari G'azalkentdagi polni aholida bo'lmaydi. Nimaga? Alimar do'konida siz o'zingiz uchun kerakli bo'ladigan barcha asbob uskunalar, qurilish mollari, bo'yoq, santexnika, truba, taxta, temir mahsulotlari barchasini bir joyda topishingiz mumkin. Mana undan tashqari yana G'azalkentga navbat shunaqa mashinalar Toshkentdan bozorga qilib kelishadi.